Bugun g'ilvindi tayyorlaymiz. Buning uchun iliq suvga tuz qo'shib, normalniy yumshoqroq xamir qorib olamiz. Xamirimizni tindirib qo'yib, mayda zuvolachalarga bo'lib chiqamizda va uni ham tindirib qo'yamiz. Tingan xamirimizni yoyishda davom etamiz. Har birini yoyib olib qo'yamiz. Ustma-ust qo'yishda davom etamiz. Xamirlarimizni yoyib bo'lganimizdan keyin uning orasiga surtish uchun sut bilan unni qaynatib olamizda, unga shakar, ozgina slivishniy yog' solib yuboramiz. Bunda atalamiz juda ham mazali bo'lib chiqadi. Yoygan xamirlarimizni bittalab pishirib olib, ustiga mana shunday yog' surtib pishirishda davom etamiz. Pishirib bo'lganimizdan keyin uni orasiga yangi tayyorlagan atalamizdan surtib chiqamiz. Surtib chiqqanimizdan keyin bu xamirlarimizni qizib turgan yog'ga bir tarafini bosib olamiz. Mana shu bilan g'ilvindimiz tayyor.